buncha ozdirib tashlayman, sehrgarlik qilib tashlayman degan narsani qo'ymayman. Inson tanasi o'sha o'ziga kerakli ozuqani olib, me'yorida ozsin. Hech qayerga osilmasin, sog'lom holatda o'sha inson stress bo'lib qolmasin, och qolib, qiynalib, qaltirab. Men aytaman, siz bilan ishlayapmanmi? Ayting, tanangizda nima bo'lyapti? Och qolyapsizmi, qiynalyapsizmi? Nima uchun meni diyetolog sifatida tanladingiz? Nima uchun tanladingiz? Aldab nima foydasi bor? Kimlardir yuboradi, qaysi kungadir menyu, kimnidir menyusini, qachondir oldinga olingan rasmlar. Yo'q. Aldamasdan ochiqchasiga yuzma-yuz ishlasak, natija juda ham zo'r bo'ladi. Nima kerak bunga? Qanaqa menyu kerak? Tanasi asli qanaqa holatda, o'sha ruhiyati qanaqa holatda? Ozishga o'sha ruhiyat tayyor bo'lsagina u ayol oza oladi. U majburlikdan, kimdir aytgandan, er aytgandan emas. U o'zi tayyor bo'lish kerak. Menga nima kerak? Ozish kerakmi? Shu narsa kerakmi deb talab qo'yibgina birinchi o'sha etapdan o'tib olsagina u ayol tayyor bo'ladi. Nima bo'lsa ham menyuni buzmaydi, harakatda bo'ladi.